Sizlar bilan men Krat videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda men Stroldays degan o'yinni o'ynayman. Bu juda ham qiziqarli va kulgili o'yin. Maza qilib o'ynaginglar keladi. Yana bu atigi 30 megabaytdan pastroq Google Play'dan yuklab olsangiz bo'ladi. Men hozir o'quvchi tanlab oldim. Bugun darsda nimani o'tamiz? Qani kitob o'qiylik-chi. Tushunmadingiz. O'tiramiz endi bu kitob. Bah! Mana shunga tegishi mumkinmidi? Bu video juda ham ko'p kulgili darslar bo'lishiga umid qilaman. Orqamdan qo'llaman ustoz. Stolga o'tirib olamiz. Asabiga tegib. Yetmaganlik uxlaymiz. Men yovuzman. Asabiga tegib gapim tushmaykan bo'lsanglar, sizlar aybinglar emas. Gapim tushmay bo'lishinglar mumkin. Ha, mayli. Endi 10 bo'ldi, soat chiqib ketishi vaqti keldi. Ozgina suv ichib olayda. Birpas tugab qolsin. Va ketdik. Nima deyapsan? Ketdik. Yo'q, o'lma tushib qopti. Men yangi o'quvchiligim aytishyapti. Bunda. Nega deb so'rasanglar, nimaga bunaqa xabar beryapti desanglar. Yana oldin nimaga bunaqa deyapti deb o'ylasdim. Keyin ingliz tilida o'rgangandan keyin mana shunaqa bo'ldi deb o'yladim. Endi bu olmani yeb o'tiramiz. Nimaga meni o'qituvchimkan, nimaga joyimga o'tirib olding? Ahmoq. Voy, yaram. Kan. Qo'limni og'ritib tashadi, joyimga o'tirib oldi-da. Nima deyapsan? Qo'lim og'riyapti meni, endi qayoqqadir yura olmayman. Qanday turaman? Turolmayman. Og'riq kuchayapti. Darsni boshlab olaylik deyaptimi? Qo'lim og'riyapti. Yo, oyog'im og'riyaptimi? Nimaga sen uxlab yotibsan? Bu nima deyapti? Sen kimsan? Nima $6 berishim kerakmi? $6 berganimga tuzatib berdi men. Qanday yaxshi. Bu Vendit Ronald Reagan Bacon President of USA. Ronald Reagan Amerikaning prezidenti bo'lgan. U nechinchi yilda prezident bo'lgan deyapti shekilli-da, men bilmadim. Va matematika boshlandi, historiya tugab bo'ldi, ya'ni tarix tugab bo'ldi. Matematikaga surdik. Qayoqqa tushib ketdi? Matematika surdik. Ketdi. Bush. Buni bo'yi uzun ekan. Men bermay ishlayman. Mashina ham endi so'ra. Endi. Nima bo'lyapti? Nima qilyapsan? Men adashib urardim. Endi sen urishingga to'g'ri keladi-da, kechirib qo'yasan. Nimaga uryapsan? Yo'qol. Baq. Ustozimni urardim, qoch ustoz bo'lib. Qoch ustoz bo'lib. Qoch. Nimaga bu yoqqa o'tib qoldim? Mayli. O'ylab yotibsanmi? Mana senga. Nima qilding? Voy, ustimga qulayapti. Qoch. Sur. Partamdan qoch deyapti. Bu meni kilogramm 200 pound nima? Men bilmayman buni javobini. Hamma to'rtta variantda bittasini tanlab javobni ayt deydi. Tanlash kerak xullas.
52 kg emas bu. Nega 52 kilogramm bo'lishi mumkin? Bu yerga bo'lsa obuna bo'ling deb yozib qo'ysak bo'ladi. Endi kafeteriya, ya'ni obed boshlandi. Ketdik. Obedki qilamiz, obedki. Obedki qilamiz, pabedki. Labedki qilamiz, navedki. Yabedki qilamiz, shabedki. Voy, hozir meni dollar bor hozir. Men haligindan qilsam, haligindan qil. Xullas, bu yerga kirsam 5 dollar olib qo'yishadi. Menda bu dollar bor. Hozir men bu yerga endi kira olmayman ekan. Hozirroq men pul topishim kerak, pul kerak. Mana o'yinni berib tur-da. Nima deyapsan? Ha, do'stligingga qo'sh deyapti. Yo'q qolibdir, men mana bunisini olishim kerak. Qoch. Orqaga qo'yapti. Bavet tozalab 1 dollar oladi. Qochib tur. Ana 1 dollar qo'shib ketaveradi tozalaganga. Shunday qilib pulimizni ko'paytirib olsak bo'ladi. Endi ketdik, kirsak bo'ladi. Ana tayyor. 1 dollarim qoldi. Endi bu yerda tozalab yuramiz. Tozalaymiz. Devorlarni ham tozalaymiz, havodni ham tozalaymiz, iflos bo'lgan havo changini ham tozalaymiz, hamma tozalaymiz. Tozalab tashlaymiz, xullas. Allaqachon 5 dollar bo'ldi. Yo'q, men 5 dollarni bekarga olmagan. Narsa yeyishim uchun olgan. Ye, geografiya boshla. Geografiya men yaxshi ko'rgan darsim. Ketdik. Sabzini otib yuboramiz qayoqqadir. Sen nima deyapsan? Yo'qol. Sundim men geografiyaga. Buni bo'lsa otib yuboramiz. Kimga tegsin. Yana darsni boshlab olaylik deyaptimi? Oho, Amerika bayrog'ini osib qo'yganlar. O'ylayman bu. Masanga. Bu kim? Miragi bonus. Kim bu? Bilsanglar kommentariyaga yozinglar. Nimaga shlaping bilan ko'zingni to'sib qo'ygansan? Ko'zingni ko'rsatishga uyalasanmi? Hech zamonda kimdir ko'zini ko'rsatishga uyaladimi? Nima sen bu yerda uxlab yotibsan? Uyg'onsang bo'lmadimi? Uyquchi. Masanga. Ha, yo'qol. Qoch. Aylantirib turib solib qo'ydi. Ha, qoch. Mashina asab buzilishi bo'lmasa bo'ldi-da. Yana sudga borib qo'ydi. Nima deyapti? Nimaga bu qiz bola oshxonachi va sudni boshlig'i bo'lishi mumkinmi? Nima deyapti? Nima? Men haq bo'lib chiqmayman hech men haq bo'lib chiqmayman ekanda. Bir ikki marta men haqli bo'lib chiqqanman. Obuna bo'ling deb qo'ygan joyimni turib qaragan endi. Agar hozir chiqib ketsam, hozir 9 gacha qolishim kerak. Ya'ni ertangi dars boshlanguncha qanday dahshat. Mayli. Botmon, voy do'st, borsay, obuna bo'ling. Obuna bo'ling deganimni men so'kyapti. So'kyapsam bu yoqki asabim chiqyapti. Masanga. Usha. O'ldiraman. Hozir to'ning borim kelyapti. Qoch. Bumaga kerak hech bo'lmasa. Bumagini ber. Voy. Seni deb bo'ldi-da. Hammasi seni deb bo'ldi. Seni deb bo'ldi hammasi. Nima sen? Ay. Sen yutding deyapti jangda. Men jang qilganim yo'q-ku. Nimaga buni ko'tarib ketyapsan? Bu yoqqa. Nimaga ko'tarib ketasan? Ha, o'tirishim uchun ko'tarib ketasan. Uxlaymiz. Soat 9 gacha uxlaymiz. Menga jazo beradi.
Ketdik. Ha, mi. Ha, mi. Video zo'r chiqayotgan bo'lsa like bosinglar. Menga juda ham zo'r chiqyapti deb hisoblayman. Kommentariylarga yozib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Ertalabki 9 gacha mana shu yerda qolar ekan, xohlaganim uxlashim mumkin. Bo'ldi. Yetadi mana shu uxlagan. Men sen bu yoqda yuribsan, chiqib ketsin o'lasan, ha? Voy, endi. Ana 9 gacha qolish kerak dedim-ku. Endi buni O'zbekiston deb asabini buzamiz. O'zbekiston. Ajoyib. Yo. Samarqandliklar bormi deb yozamiz. Samarqandliklar bormi? Boba deb yozib qo'ydim, havayli. Ketdim geografiya darsiga. Ketdik. Busht. Ketdik. Pada. Ketdik. Ananasini belki verse o'lib qolmaysan. Meni ananasim bu. Meni ananasim. Yam. Nima sen yana mana shu yerga o'tirib olding, qochsang bo'lmaydimi? Nima deyapti? Bu meni ananasim. Ber meni ananasimni. Ananasimni ber, hozir yig'layman. Qoch. Ananasimni ber meni ananasimni. Ay, yiqilib tushga baloborni olib qo'ylashim kerak edi. Yanami? Yana shekami? Ay. Yana mashakan. Buni nomi missiya ekan, Xitoyda ekan. Xitoylarda o'ldirish kerak. O'zi bosib olyapti o'zi. Yana missiya, yana sen, yana meni. Yana ertaga 9 gacha qolishim kerakmi? Uyimda endi ertagacha qolishim kerak, mayli uxlayman hech bo'lmasa. Uxlaymiz. Oho! Ertaga tualetga qulab tushgan ekan. To'g'rilab qo'yay. Savdogarchilikka para. Ani tadbirkorlik esa televizor qo'yadi. O boks tushyapti. O futbol o'ynayapti. Yo'q, yana boks tushyapti. O kim bu? Shlapa siqishi, yana futbol o'ynayapti. Jang qilyapti. Tarixga qaytib qoldi. Boks tushyapti. 11 bo'ldi, uxlash kerak. Anime ko'rib charchab ketdim. Majja. To'rda turish kerak, saqlab turish kerak. Hamma yo'lni yig'ishtirish kerak. Bu telefonga baloba o'tvoramiz buni yaxshi. Va kompyuterga bok bormi? Bu kompyuterni boshqa joyga surib qo'yishimiz kerak. Nimaga surilmayapti? Bu stolda ham boshqa joyga surib qo'yish kerak. Nimaga surilmayapti? Mayli, o'tiramiz. Ketdik mana bu yoqqa. Pul topamiz. Yerdan pul topib olishim mumkin. Nimasi makaga bo'lgansan? Sovuqmi ko'cha? Bu yerda pul bo'lishi mumkin. Mana shuni uxlatamiz. Yo'q, bu yerda jihozlar bor, lekin bu yerda pul bo'lishi ham mumkin. Men sen cheriki emasman. Axlat ekan bu. Axlatni maqlaman men. Hali bepulga nimadir berib yuboraysanmikin? To'rturga bashi bu. Bashini berasan. Yo'q, buni olmayman men. Bitta narsa olib tursa bo'ladi. Oho, $112 berasan mashina. Yo'q, men $112 olmayman. $93 olasan? Yo'q, men $193 yo'q, men $190 $70 olasan deyapti. Yo'q, men ham $70 ham yo'q. $60 olasan deyapti. No, $60 olmayman. $60 olmasa qo'yib qo'y bu narsani deyapti. Bunday narsa sotsa bo'ladi pulni. Ular seni tashqarini o'rganish kerak. Ko'chada pul topolsa, cho'ntagimizga sog'inamizda. Mana bu yerda pul bormi? Mana bu yoqqa o'taylikchi. Qani motosiklam bor ekan, mashina maktabga boramiz, uxlatib ketamiz. Yo'q, pul. Sen kimsan? Nima? Yo'q, mana pulni uxlatamiz. Unda o'ldiramiz qo'l. Mazza. Suvda uxlatamiz. $5 suv olasan deyapti. Yo'q, $5 suv olmayman men.
Bo'lmasa uni qo'y deyapti. Qoch, sindirib qo'ydim. Qach aldiradi. Qach sindirib qo'ydim. Balki mana bu yerda biror pul tushib qolgandir. Mana bu yerda ham biror pul tushib qolgan bo'lishi mumkin. Uxlatamiz. Yo'q, mana pul tushib qolibdi. Sigaret chekmayman men. Yo'q, olmayman. Yo'q. Adashib olibman. Pulini sotib olamiz. Yo'q, $40 marja. Suv olamiz. $4 ga suv olasanmi deyapti. $4 ga suv olaveraman, $4 ga. Sen suvni sotib olding, endi xohlaganingcha ichishim mumkin deyapti. Endi nyam qilacağım. Nyam. Ye, birpas tugab qolgan suv berib qo'y, ichgan suvni berib qo'y. Shokoladdan qasos olish kerak. Nimaga menga tugab qolgan suvni berishdi? Nimaga? Shokolad, ayt menga shokolad. Yerlarga tushib ketgansan sen ham, seni yeya olmayman-da. Mana bu yoqqa suramiz bo'lmasa. Ketdik. Qayoq bu yoq o'zi? Ye, bu do'konlar bor joy, bu yerdan ham bilibdim. Pul uxlatsak bo'ladi. Yo'q, mana pul topildi. Uxlatamiz buni. Ye, abetingga pul qo'shdim deyapti. Nimcha shirinsan? Bu yoqqa kel. Abetimga $5 qo'shib berdi. Yer bagasiga qilib tushdik. Skateboardni uxlatamiz, suramiz. Ketdik. Bu yerda pul bor ekan. Skateboardni o'g'irlab qochgan, birpasda mashinaga kelibdi. Yo'q, men senga $103 bermayman. $103 yo'q menda. Qoch. Yana men nima deyapman senga? Nima qildim senga urdim-da. Hadi. Bebas. O benim hak deb chiqdi. Ya dash boshlandi. Qoch. Dash boshlandi. Yaxshi balki keltirib qo'ygani. Ketyapsan deyaptimi? Yo'q, bugungi o'sha dars o'tgani test bo'lar ekan deyapti. Geography Crabs. Nima, bu yerda so'roq. Hey, botbo, веб-образчик, алакачу подчакап, куртички, харчу подчратич, топчит, рачич deganiga balo bormi? Hay. Orada, havoda uchiruvdi. Qani, mana deraza nima, tashqarida daraxt yo'q. Adashib qo'ydim. Yo'qol, qoravoy. Qoravoy ekansan, qach qanaqa ko'rasiz. Uxlaymiz. Yo'q, sabzi bor ekan, sabzini yeymiz. Sabzavotlarni ish qo'ydik, sabzini uxlatamiz. Yam. Yo'q, sog'i bor ekan, birovga bersa xursand bo'ladi. Bu yoqqa senga beraman. Bu yoqqa. Yo'q. Seni taniyman. Seni qayerdandir ko'rgandek baradi. Nima deyapsan? Plus video shu joy tugatishga to'g'ri keladi, chunki juda ko'p bo'lib ketdi. Agar video qolmasa like bosinglar. Xayr.